Malibu bir mexanik pozitsiyasi 2013-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz, metan gazli araba, 157 ming kilometr yurgan. Egadan gap turibdi do'stlar mashinamiz. Kraskasini o'zlari uchun bir qator ustolarda ko'rsatib tekshirtirib olasizlar. Poliklarga dushalgan ishlarini, chexollar gizilgan qismdan, rullarında kurs kontrol, multimedia, hammasi bor. Mexanik korobka mashinamiz do'stlar. Salonlari 2013-yil. Malibu bir karabindan açsanız bo'lsa, videomuzu bakkosa arkasında metan gazlari. Bahosi 110 million so'm. Ustidan naqd pul bilan kelsada yana gashtirib bersak bo'ladi. Soda qilib olasizlar. Avto kredit oladigan bo'lsangizlar, sizlar kredit grafikdan ham hisoblab chiqarib beramiz. Barterlashishimiz, barter mashinalaringiz bo'lsa, sizlar ustidan pulni kelsak, barter ham qilamiz. Qo'shib avtomarketda sotib olib mashinamizni kelib xarid qilaverasizlar.